Yo, aka bu inomarka emas-da, men buni reklama qilib bera olmayman-da. Ha nima qilibdi? Reklama qilib beravering. Foydali-ku bu. Foydali bo'lsa ma'lumot bera olaman. Bering. Ana endi eshitishni boshladingiz. Ozgina bo'lsa ham, ya'ni 2 sekund bo'lsa ham eshitish qanchalik baxtligini sizga his qildirmoqchi bo'ldim. Agar his qilgan bo'lsangiz bitta like bosib qo'ying. Bu eshitish ham juda katta baxt. Ayniqsa bu yoqqa kelganingizdan keyin mana bunaqa bolajonlarni ko'rib, yosh kattalarni ko'rib, yana ham eshitish baxtligini his qilar ekansiz. Manfaatli ma'lumot bo'lgani uchun sizga ilinyapman. Namanganda yagona bo'lgan eshitish markaziga kelganmiz. Manfaatli ma'lumot bo'lgani uchun sizlarga ilindik. Bu yerda Germaniya va Daniya davlatidan keltirilgan sifatli eshitish apparatlarini sizlarga tavsiya qilishar ekan va eshitishda muammosi bo'lgan insonlarning eshitishini tekshirib, quloqlariga apparatlarni sozlab, moslab berishar ekan va hayotda oldingida eshitishni davom ettirishar ekan. Siz bu yerdan nafaqat eshitish apparati, balki hayot sifatini sotib olishingiz mumkin ekan. Sababi eshitish zo'r bo'lgan joyda hayot ham sifatli bo'ladi. Markazni manzilini sizga tushuntirib o'taman. Namangan shahri Dveresdan Lolaga qarab ketishda 11-maktab ro'parasida akustika eshitish moslamalari deb yozib qo'yilgan. Kontaktlarga bemalol bog'lansangiz bo'ladi.